jazo tizimligidagi Xitoy universiteti Sharq Turkistonda alohida tajribaxona qurdi. Albatta, qadrli ko'ruvchilarimiz, Amerika va Kanada tarafidan bu xabarlarda oldi bilan bizni nurg'un savollar, nurg'un zihnimizda nurg'un savol paydo qilishi kerak bo'lgan xabarlar. Muhim xabarlarimizdeki. Amerika ve Kanada tarafından harbiy tadqiqotlarga chetishliq deb qaralgan jazo tizimligi kirgizilgan bir universitetning dal Sharq Turkistonning Aqsu viloyatida tajribaxona qurishidagi yoshurun harbiy maqsad nima degan savolni so'rashimiz kerak. Va Xitoy nima uchun texnik tadqiqot markazlarini eng taraqqiy qilgan o'zining shaharlariga, markaziga, Beijingga emas, balki yuqori besimli nazorat ostidagi vatanimizning Aqsu'da qurishni tanladi. Bu intayin muhim bir savol. Bu tajribaxona Uyg'urlarni nazorat qilish sistemasi, shundaqla vatanimizdagi nurg'un bulang-talang qilinayotgan boyliqlarimizni qanday bulang-talang qilish xabarining tafsiloti albatta ko'rasizlar. Yangi bir bosqichga ko'tarmoqchimi degan savollarni tug'dirdi albatta har birimizda. Beijing Avasiya va Olam qatnashi universiteti bilan atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning hamkorligida qurilgan bu tajribaxonaning ismi nima deganda Koillon aqliy iqtidorliq uskunlar tajribaxonasi nomida yupuqni echish murosimi va kengashining birinchi qitimliq yig'ini 20 yanvar vatanimizning Aqsuda echildi. Halbuki mazkur universitet yuqorida deganimdek Amerika va Kanada tarafidan jazo tizimligiga kirgizilgan bir universitet. Bultur 25 Avgust atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat Urumchida strategik kelishim imzolab bu yıl bunun meyvesini yupuqini açkan bir ahvalini ko'ryapmiz bu xabardan. Şu kelishimga asosan mazkur universitetning Sharq Turkistonda Koillon aqliy iqtidorliq uskunalar tajribaxonasi qurib chiqadiganligi ilgari bulturqi xabarlarimizda buni o'tirg'a qo'ygandik. Bu yil rasmiy yupuqni ochgan bo'ldi. Hamda mushu Olam qatnashi, ya'ni Beijing Avasiya va Olam qatnashi universitetining mudiri Wang Yunbang oldingi hafta o'mak boshlab Sharq Turkistonga borgan bo'lib, bu yerda yupuqish murosimiga yana Xitoyning Sharq Turkistondagi nurg'un yuqori darajalik amaldorlar ham qatnashgan. U keyingi qadamda bu planni, ya'ni Sharq Turkistonda echilgan bu tajribaxonadagi planlarni tilga olib, odamsiz sistema, tuvan bo'shliqda uchish texnikasi, energiyani yuqori unumli qizish, ilg'or material va robot qatorliq 4 cho'ng yo'nalish asosida tadqiqot boshlanganligini bildirgan. Alaqadar xabarlarda albatta mazkur tajribaxonaniki nuqtali holda Sharq Turkistonning talon-taroj qilinayotgan, to'xtovsiz holatda 24 soat bulang-talang qilinayotgan tabiiy boyliqlarni texmi zo'r miqdorda, texmi tez sur'atda bulang-talang qilish, Xitoy o'lkalariga tush vositalarini tadqiq qildiganligini ko'rib olgan bo'ldi-da bu xabarniki mazmunlariga qarasak. Wang Yunbang yana Sharq Turkistonda ko'mir boyligini aqliy iqtidorliq, shopursiz haydaladigan ig'ir tipdagi yuk avtomobillarda uzun masofalik to'shish, tuvan bo'shliq aqliy iqtidorliq uskunalari va boshqarish sistemasi qatorliq oldin qatordagi texnikalarni ko'lamlashtirib qo'llanganligini bildirgan. Ya'ni men sizning boyligingni, sizning zaminingni Sharq Turkistonda texmbak va kishilarcha sömürüp sho'rayma qiyningni degan bir ifodalarniki chiroyliqlashtirilgan shakli desak bo'ldi hamda. Xitoyning Avasiya sun'iy aql va harbiy tadqiqotidagi muhim organlaridan biri va shunaqla Xitoyning mudofaa sohasidagi 7 nuqtaliq universitetning biri bo'lgan Beijing Avasiya va Olam qatnashi universiteti 2001-yil Amerika Savdo ministrligi tomonidan davlat xavfsizligiga va tashqi siyosatiga tahdid elib kelgan Xitoy organlari tizimligiga kirgizilgan edi. Kanada hukumati 2024-yil yanvar oyida davlat bexatarligiga tahdid deb qaralgan Xitoyning shirkat organlari qatorida mazkur universitetni qora tizimlikka kirgizgan edi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Hamda albatta mana bu shundaq vatanimizdagi nurg'un mayli butun yo'l mahallamizgacha, uylarimizning oldig'icha o'rnatilib etilgan chiroy tunish, yuz tunish kameralar bo'lsin. Sun'iy aql gen uchurlarini to'plash markazlari bo'lsin. Yillardan buyon xalqaro axborot vositalarida chiqayotgan bu xabarlarning ko'pligiga hamda sanab tugatkisiz darajada Xitoyning bu dafsandichiligini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu Aqsuda qurilgan bu qatimqi bu Koillon aqliy iqtidorli uskunlar tajribaxonasi nomi Xitoyningki irqiy qirg'inchilik jinoyatiga hassa qo'shadigan organlardan biri ekanligini mutaxassislar analizda ta'kidlamoqda.